Misol mana hozir belgilanmagan joyga aholi tashiydi. Bu yerda plashatka bor. Belgilanmagan joyga musulni tashiyamiz. Bizlar nima, o'zimni ishimdan uyalmayman. Men olib ketaveraman har kun tartib. Prosta odamlarda madaniyat yo'q, tashab ketadi. Hozir yig'ishtirib tozalab ketamiz. Yana xuddi shunaqa bo'lib turadi. Bir ikkita paket bo'ladi yana. Bu bir haftalik chiqindimi, qachonlik bu endi? Kunlik. Har kuni mana shunaqa ahvol. Bir ikkita odamlar bor, o'shani qadrlamaydi. Aholiga qurib qo'ygan o'shanaqa chiqindi tashlash uchun joy qo'ygan. Lekin o'tgan ketgan mashinasida ham kelib tashlab ketadi. Balki uzoq deb bu yerga tashlab ketadi. Tashlash borib yoqmaydi bu yoqqa. Yo'q. Mana shu katta dom turibdi, o'shani tagida. Mana mahallani musori. O'shalar o'sha yerga tashsa ham bo'ladi. Oladi grafika bo'yicha.